Assalomu alaykum. Kechirim qalbim tozaligi onlayn treningimizning aziz o'suvchi va ulg'ayuvchilari. Mana bugun sizlar bilan kechirim darslarimizning 20-soniga ham yetib keldik. Har birimizning hayotimizda kechirib qalbimiz tozalanib, judayam ajoyib natijalar va judayam yengil hayot boshlangan. Har birimiz xafagarchiliklarimizdan qutulib, qaysidir ma'noda tanamiz sog'lom, fikrimiz teranlashgan. Va bugun sizlar bilan o'zini sevish va samostenlikani oshirish bo'yicha judayam ajoyib darslikni bajaramiz. Har biringiz shu kungacha hayotingizda juda ko'p insonlarni fikrlariga quloq tutdingiz va o'zingizning qaysidir ma'noda qalb xohishlaringizni unutib qo'ydingiz. Qaysidir ma'noda o'zingizni sevishni, o'zingizni qadringizga yetishni va o'zingizni hurmat qilishni unutib qo'ydingiz. Aslida buni tagida nima bor? Nima uchun sevimli yor emassiz? Nima uchun sevimli inson bo'la olmayapsiz? Nega o'z qalb xohishlaringizni amalga oshira olmayapsiz? Nega aynan siz bu hayotda baxtni to'liq his qila olmayapsiz? Keling, bularni barini ko'rib chiqamiz. Va albatta bularni barchasini yechimini topamiz. Yaxshilab tayyorlanib o'tirib oling. Albatta meditatsiyaga tinch joy, suv va naushnik kerak. Quloqchinlaringizni taqib oling va miya faoliyati yaxshi ishlash uchun suvlaringizni ichib oling. Agar tinch xonada bo'lmasangiz, sizdan iltimos, meditatsiyani tinch xonaga o'tgan vaqtingizda bajaring. Tayyor bo'lsangiz, suvlaringizni iching va ko'zlaringizni yuming. Chuqur nafas olamiz. Chiqaramiz. Yana bir marta chuqur nafas olamiz. Chiqaramiz. Yana bir marta. Xayolan o'zingizni bosh miya markazida his qiling va qalbingizga tushing. Tasavvur qiling, chiroyli dengiz bo'yida yurib ketib boryapsiz. Ustingizda oppoq harir libos va bu dengiz bo'yida yurib ketib boryapsiz. Bu dengiz ilohiy dengiz. Bu dengizni oldiga keling va niyat qiling. Men mana shu dengizda poklanishni va tozalanishni niyat qildim. Asta-sekin dengizga tushamiz. Mazza qilib cho'milamiz. Butun tanamiz tozalanib cho'milyapmiz mana. Va pok holatda dengizdan chiqib, butun hamma negativ o'y-xayollarimizdan tozalangan holatda sohil bo'ylab ketib boryapmiz. Va shu yerda bir bolalar o'yingohi chiqdi. Va bu yerda bir yosh bolakay, kichkinagina qizaloqdir balki. Ko'zlari yoshga to'lgan, xo'rsinib, yig'lab yer chizib o'tiribdi. Qizaloqni oldiga boring va so'rang, seni kim xafa qildi?
Oyim menga shu o'yinchoqni olib bermadi yokida shu ko'ylakchani yokida shu taqinchoqni olib bermadi. Menga emas, boshqa birovga berib yubordi. Men ham shuni xohlagandim deb yig'lab yubordi. Oyim meni eshitmadi ham deb oyisi haqida yokida kimnidir haqida sizga dardlarini aytyapti. U qizaloqqa qo'llaringizni tuting. Tur o'rningdan. Men seni xursand qilaman. Yur men bilan. Qizaloq qo'llaringizni tutdi va uni egnida kir bo'lgan kiyimlar, sochlari to'zg'igan. Asta-sekin qizaloq bilan yurib ketib boryapsiz. Qizaloqni ham dengizga olib tushib bir cho'miltirib oling. Mana qizaloq tozalanib, kiyimlari toza va sochlari jingalak bo'lib suvdan chiqdi. Ana endi asta-sekin katta yo'lak bo'ylab yurib ketyapsiz. Shu yerda bolalar shaharchasi degan bir katta darvoza chiqdi. Va u yerga kirdingiz. Bu yerda do'konlar, o'yingohlar, ko'ngilochar, istirohat bog'lari, hamma narsalar bor. U bilan bolalar do'koniga kirdingiz. Uni qo'liga u yaxshi ko'rgan o'yinchoqlarini olib berdingiz. U yaxshi ko'rgan kiyimlarini tanlab oldi. O'zi xohlagan oppoq ko'ylakcha, ro'zivi ko'ylakcha yokida boshqa bir kiyimchalar, tuflicha, sochiga taqinchoqlar, sumkachalar va chiroyli liboslar tanlab oldi o'ziga. Judayam xursand va baxtli holatda sizga minnatdorchilik bildirdi. Va ikkalalaringiz bu do'kondan chiqdilaringiz judayam xursand holatda. Qo'lida ayiqchasi yoki o'zi xohlagan o'yinchog'i. Keyingi magazinga kirdilaringiz. Bu yer shirinliklar do'koni ekan. Xohlagan shirinligini olib berdingiz va birga tanovvul qildilaringiz. Judayam xursand holatda rahmat sizga dedi. Bu yerda ham chiqdingiz. Qizaloq baxtiyor qizaloq sakrab ketyapti chiroyli kiyimchalarida. Mana yurib o'sha sohilga keldilaringiz. Bu sohilda bir o'rindiq kreslo turibdi. Qizaloqni kresloga o'tkazib qo'ydingiz va kresloni yonida benzin turibdi. Benzinni baklashkasi bilan oldingiz. Va nariroqda bir chelak. Chelakni oldiga kelib sizni qalbingizdagi hamma sizni xafa qilgan musorlarni, qalbingizda dog' bo'lib qolib ketgan, hayotingizda baxtni, farovonlikni his qilishingizni to'sib turgan hamma insonlarni, hammasini, xuddiki tanangizdan eski kiyimlaringizni yechib olayotganday hammasini tanangizdan yulib oling. Sizni xafa qilgan dadangiz, balki sizni oyingiz o'yinchoqlar olib bermagan bolaligingizda, aka-opalaringiz, opa-singillaringiz, ukalaringizdir balki turmush o'rtog'ingiz, o'shalarni hammasini xuddi eski kiyimlarday tanangizdan yulib olib paqirni, chelakni ichiga tashlang. Va benzinni qo'yib unga o't qo'yib oling. Bu xafagarchiliklar, bu alam, nafratlar hammasi yonib ko'klarga ko'tarildi. Butun tanangizdan hamma nafratlar chiqib ketyapti va tanangizdagi eskirgan
Liboslar xuddiki sizni tanangizni tark etyapti. Kimlar sizni xafa qilgandi? Shularni hammasini eslab, tanangizdan yulib olib, qalbingizdan yulib olib olovga tashlang. Hammasi yonib ketyapti. Osmongacha yonib ketyapti. Hamma xafagarchiliklaringiz yonib kul bo'ldi mana. Qancha xafagarchilik bo'lsangiz, barini yoqdingiz. Va osmondan oppoq nur tushib, bu xafagarchiliklarni hammasini kullari bilan qo'shib eritib, yerni tubiga, qa'riga olib kirib ketdi. Va buni hammasi yerga kirib transformatsiya bo'lib yo'q bo'lib ketdi. Siz juda ham yengil bo'ldingiz va dengizga tushib yana bir marta cho'milib poklanib chiqdingiz. Juda ham toza va yengil holatdasiz. Qizaloqning oldiga keldingiz. Bu qizaloq aslida siz edingiz. Meni kechir. Seni shuncha vaqtdan beri xafa qilib, seni xohishlaringni bajarmaganligim uchun. Men sen bilan faxrlanaman. Men senga ishonaman. Hamma xohishlaringni endi men bajaraman. Sen meni qalbimda qol va meni kelajakdagi barcha yutuqlarimga erishimga guvoh bo'lgin. Men bilan qol, men bilan birga bo'l. Doim men sen bilanman, seni o'zim himoya qilaman. Hech kimga xafa qildirib qo'ymayman. Qizaloq juda ham xursand bo'lib sizni quchoqlab oldi va o'rningizdan turdingiz. Qizaloq mittigina bo'lib sizni kaftingizga sig'adigan darajada mittigina qizaloqqa aylandi va kaftingizga qo'ndi. Unga minnatdorchilik bildiring va qalbingizga yoqqan olib keldingiz. U qalbingizga singib ketdi. Bu sizni qalb bolakayingiz. Seni joying shu yerda. Har doim men seni xursand qilishga so'z beraman. Juda ham xursand bo'ldingiz. Qalbingiz yorishib, butun tanangizni oppoq nur egallab oldi. Men baxtli bo'lishga o'zimga ruxsat beraman. Men faqatgina qalb xohishlarimni bajarishga va o'zimni sevishga va'da beraman. Men sevimli ayolman. Men sevimli onaman. Men sevimli qizaloqman. Men o'zimni sevaman va shuning uchun hamma meni sevadi. Men sevgiga loyiqman. Men shartsiz sevgi oqimidaman. Men o'zim bilan faxrlanaman. Faxrlanishga arziyman. Men ilohiy ayolman. Men baxtli ayolman. Baxtli bo'lishga va farovon hayotda yashashga o'zimga ruxsat beraman. Men sevilib yashashga o'zimga ruxsat beraman. Men sevgiga loyiqman. Men sevilib yashashga o'zimga ruxsat beraman. Mehr muhabbatga to'la yashashga o'zimga ruxsat beraman. Men sevgiman. Men baxtman. Men quvonchman. Men malikaman. Men go'zal ayolman. Men sevimli yorman. Men begimning malikasiman. Men sevgi nuri bilan ismoqdaman. Men faqat qalb xohishlarimni amalga oshirishga o'zimga ruxsat beraman. Faqatgina pozitiv kayfiyatdaman. Men quvnoqman. Men o'zimni sevaman va bugundan boshlab shartsiz sevgi kanaliga ulanganman.
qalbingizdan nur chiqib butun tanangizni egalladi. Chuqur nafas oling, chiqaring. Hozir va shu yerda baxt bilan, omad bilan, sevgi bilan o'zingizning tanangizdasiz. Va shu holatda sevgi nuri bilan qoling. Chuqur nafas olamiz, chiqaramiz. Ko'zlarimizni ochamiz.